Qizingizni katta qilayotganingizda ikkita o'rtagini ushlashni juda ko'p ko'rganman-da. Ham o'zbekchilikni, o'zbek otasi bo'lishni va dunyoviy o'ylaydigan bo'lsak, standart otani talablar. O'shani go'zal miksini ko'rganman. Bekzod Uliyev bu narsada qaysi prinsiplarga asoslanadi va bu prinsiplarni u qayerdan olgan? Xohlasangiz, xohlamasangiz baribir ochiq aytish kerak. Qiz bolalarning o'rnini o'zini otasi pastroq qo'yib qo'yadi. Meni ko'pincha jahlim chiqazardi. Nimaga qiz bola? Navorot e'tibor ko'proq kerak, hurmat ko'proq kerak, ota tarafdan muhabbat ko'proq kerak. Chunki o'g'il bola shundoq ham. O'g'il bola tug'ilgani uchun уже 50% narsaga erishib qo'ydi. Ko'pchilik davlatlarda-da, to'g'risi. Qo'llab-quvvatlash ko'pincha o'sha qizga kerak. O'sha narsani kam ko'rardik-da. Va shuning uchun qanaqadir absurdniy savollar berilardi, o'g'il bola bo'lishni xohlaysan, qiz bola bo'lishni xohlaysan deb. Bola tug'ilishdan oldin. Bola tug'ilishdan, men aytaman, sog'lom bola tug'ilishni xohlagan, sog'lom farzand. Nima farqi bor? Anu понятие bilan, tushuncha bilan yashash o'g'il bola bilan faqat bizning DNKmiz o'tadi. U ham noto'g'ri. Eng qiziqarlisi erkak kishi o'sha o'g'il bola yoki qiz bola tug'ilishidan nima deydi, sababchi. Chunki erkak kishidagi o'sha Y xromosoma o'tadi.